Assalomu alaykum bavrum. Va alaykum assalom. Esim kim bo'ladi? Atim Abdulg'afar. Qozoq qavmidamiz. O'rta Juzidan. Diga Turkiston 1928 yilda kelganmiz. Diga o'zim ham injener. Va hisobi kori bor gap suxan muzirim ma'lum bir davoxonaga o'zim ishlayman fe'lan. Otam bechora mayib nima ro'zgor saxiya. Bo'lmasa o'z nimam bor, injenerlikdan asnodim bor, davoxonadan ham asnodim bor. Endi жаңа aytding, ruh ne bo'ladi endi? Ruh o'rta ruh. O'rta Juz. O'rta Juzning ichida Qinrati. Qo'ng'rat. Qo'ng'ratning ichida Mang'itay. Mang'itay. Qancha Mang'itay bor bu yoqda Afg'onistonda? Labay. Afg'onistonda necha Mang'itay bor? Degan bor. Necha xona bor? Ko'p. Ko'p degan qancha? 10 xona, 100 xona, 50 xona qanday? Shu 10 xona bo'lsa. 10 xona? 10 Yo'q, 10 xonadan ko'proq endi ta'dadi bizlarga ma'lum emas sizga. Shamomen taqriban. Har qaysi haqiga ketgan. O'zimiz ham aslan Shibirxondan Xifelan Tavallud mazor sherga katta bo'lganimiz sherga. Endi Mang'itaylarning eng ko'p turadigan yer qaysi yer? Ko'pi Sho'lgar, Mazori Sharif, Shibirxon sherlarga. Sho'lgar, Mazari Sharif, Shibirxon. O'sha yerda Jumordag'ay bir avdon bor. Avdon. O'sha avdonda Darzab deydi. Darzab. Buning asl ota joyimiz. Buni otasi yaxshi ulfatim bo'ladi, yaxshi do'stim bo'lardi. O'zi menga bir ne qo'yib ketganda u qaytib qolgan ekan. O'zi qaytib qolgan o'zi kelardi, ana o'day bir qartaygan shod edi u. Yana jangada qaytib qolgan. Mana bu yerga patentda asnodim bor. O'zini injenerda bo'lsa jangada ko'rdi. Boyagadan buning adası bilan men do'st edim. Mana patentlarida asnadi. Shibirxonga o'qiganman darsga. Mamandligini olgan, injener, yaxshi yigit. Asnod bir davoxonaga doktorlikka ham fe'lan 5 yil bilan shogirdman. Ishlayman. Men de Mang'itayman. Men Mang'itayman. Sen Mang'itay? Xo'sh ko'rdik. Ikamiz bir raqam. Iya, men de Mang'itayman. Xudoy xolasa sening telefoningni olayım men. Bo'la. WhatsApp'ga xabarlashib turamiz. Sendir Mang'itaylarning arasida aqsoqollar bor qo'y. Ko'p jazатын, sızатын, bilетін неше Асекең сияқты көз ашық адам. Соларды таныстырасың маған. O'z bobam Xudo rahmati Hoji Abdullayev ham ki Mang'itaydan ko'p yetishgan Mavloyi mulla edilar, yaxshi. Rafiqi bo'ldi. Жазған нәрсесі, үйде қалған нәрселері, шежірелері болса, немесе сол кісі сияқты енді өліп қалды ғой, қайтыс болып кетті ғой. Басқа көзі тірі адам болса, соны менімен таныстырсам, иншалла. Мен Құдай қаласа, оны зерттеп ары қарай қараймыз, Жақсы бауырым онда. Алла разы болсын, келгеніңе соншама жерден. Иншалла бақайыр таваккалла. Құдай қаласа, ары қарай зерттеп, сандарың нешеу, қалай келдіңдер бұл жаққа, қай жақтан келдіңдер, соның бәрін бүгінен бірінші рет кездестірміз ғой. Ары қарай соны зерттейміз бақ ма? Жақсы сонда.